Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dars as-sabi'a. 7-ci dərs. Durus lüğatının 2-ci qisminin 7-ci dərsi. Əmdi bugün sözləməkçi olğan dərsinin qrammatikalik məzmununu aldığım bir dəvətlə. Bugünkü dərsinin qrammatikalik tələbi birincisi fe'llərin türləş əhvali. Məsələn, fe'llərə ikinci şəxs, birlik, ikilik, köplük qo'shimchalarning qo'shilishi. Bu to'g'riliq biz ayrim bir dars qilyapmiz. Masalan, qisayat to'g'risida, masalan, til turlash to'g'risida, masalan, daraba degandek. Shunga ama hozir bu to'g'riliq to'xtalmaymiz. Ikkinchi mazmun kana to'g'risida. Ham sizlarga ma'lumlik, kana af'alun naqisa deb ataladi, kam tupillarda. Bu asosliqi mubtada xabarning ustiga kirib, mubtadani ismga aylantiradi. Xabarni o'zining xabar qiladi. Shuning bilan mubtada aslidagi mubtada kana kirgandan keyin kananing ismiga aylanadi. Aslidagi xabar kana kirgandan keyin kananing xabarga aylanadi. Ondan bularning i'robi asli mubtada xabarlik holatda arish qilsa nima qilmoqchidi? Pashsha qilmoqchidi. Endi kana kirgandan keyin kananing ismi sepash, xabari zavar qildi. Bu kanadagi asli qoida. Endi bugungi darsimizda dal o'sha kananing xabar to'g'riliq ozroq munosabatlik mazmun bor. Ya'ni ravishlar kananing xabar bo'lib keladi. Ravish degan nima desa, o'rin, vaqtni ifodalaydigan narsa. Masalan, mening oldim kitobning osti, kitobning usti, ustalning osti, ustalning usti, sinfning ichi degandek mazmunlar hammasi ravish. Mushlar kanning xabar bo'lib. Endi kanni nima deb tarjima qilinsa, kannini ko'pincha ahvollarda idi deb tarjima qilamiz. Idi. Bir qism ahvollarda bo'ldi, bo'lgan idi deb tarjima qilsak bo'laveradi. Bu birinchi mazmun. Bu to'g'riliq, kan to'g'riliq, maxsus kanning bab qolgan tafsiliq to'xtalamiz, ammo bugun bilib olmoqchi bo'lgan mazmun ravishlar kanning nima so'p kelalaydi, xarob kelalaydi. Bu bir. Ikkinchisi ma'rifining alif, lam va ismlarni nekeri ma'rifat ikkiga bo'ldik shundami? Odatda turdosh ismlar, tur ismlarining oldiga alif lam kelish orqali ma'rif bo'ladi. Masalan, rajul degan ismni ma'rif qilmoqchi bo'lsak, oldiga alif lam qo'shib qanday qilamiz? Ar-rajul qilamiz. Bayt, al-bayt, kitob, al-kitob, Qur'on, al-Qur'on, hadis, al-hadis deb shundami? Bu bizga nisbatan tunuslik masala. Endi bugungi darsdagi shunga munosabatli masala nima desanglar, shuning oldida ash alif lamning ismining oldida sakin o'qilgan mim yoki sakin o'qilgan nima gap qolsa, ta gap qolsa, ikkisini qo'shib o'qimay olmaydi. Bu vaqtda qanday qildi desa, bu vaqtida mim gap qolsa, mimni pashqa o'zgartiramiz sakinni. Ta gap qolsa, ta'ni zirga o'zgartiramiz. Masalan, birozligi assalomu alaykum deysizlar. Alaykumussalom shundami? Bu bir. Va alaykumussalom. Va alaykum degi mim asli nima? Sakin. Pashqilib va alaykumussalom desak bo'ldi. Bu bir. Yana birisi ikkinchi shaxs ko'plik qara'aning ikkinchi shaxs ko'plik shakli qanday chiqadi? Qara'tum chiqadi. Qara'tum degi qara'tum chiqadi shundami? Qara'tum degi mim nima? Sakin. Endi mushuni alif lamni qism qo'shmoqchi bo'lsak, al-Qur'onni qo'shmoqchi bo'lsak, qara'tum al-Qur'ondan do'q. Unda desak, bunga qo'shib demoqchi bo'lsak, qara'tumul Qur'on. Aslida sakin bo'lgan mimni nimaga o'zgartiramiz? Pashqa o'zgartiramiz. Bu bir qoida. Yana birisi ta gap qolsa, sakin qilgan ta gap qolsa, ta'ni nimaga o'zgartiramiz? Zirga. Masalan, xarajaning ayollik shakli nima? Xarajat. Kichik qiz degan nima edi? Al-bint.
qizlar chiqib ketdi deb baqsaq nima deymiz? Xarajat al-bintu demdik. Buni desak bo'ldi, ammo qo'shib to'g'ri kelib qolsa, xarajatil bintu. Xarajatil bintu. Chunki bizning qoidamizda alif lamliq ismning oldida sakin o'qilgan tagab qolsa, buni qanday qildigan bo'lgan? Zir qildigan bo'lgan. Aqaratumul Qur'ana xarajatil bintu. Bu ikkinchi qoida. Üçüncüsü zu. Biz oldingi bir darslarda zu to'g'riliq so'z degan. Zuning tarjima qilgan vaqtga ma'nosi liq, luq, undan keyin egizi deb tarjima qilardik. Bunisi deb shundaymi? Masalan, zullihya. Rajul zullihya. Qanday odam? Saqalliq odam. Kitob zulg'ilafil ahmar. Qizil tashliq kitob shundaymi? Uni shunga o'xshash. Bugungi dars shu zu. Zuning ayollik shakli zatu kildi, ayollik ko'plik shakli zavatu, erlik ko'plik shakli zavu kildi. Bugun darsda mushu grammatikami biroz yodun. To'rtinchi grammatika kasr sonlar. Kasr son degan qanday son desa, manjidan mancha, manjidan manjidagi son shundaymi? Bugun o'rganmoqchi bo'lganimiz shu dan 1 dagi kasr. Mesela 2'den 1, 3'den 1, 4'den 1, 5'den 1, 6'den 1, 7'den 1, 81, 9'dan 1 degandeki, 10'dan 1 degandeki mush şekildeki kesirler. Bunu Arap tilida yuqoridagidek desak bo'ladi. Masalan, 2'den 1 deganda nisf, 2'den 1 degan yarım degan gap ku, buni shu nisf, yarım desak bo'ladi. 3'dan 1dan tortib bir xil shakl chiqadi. Sulusun, rubu'un, xumsun, sudusun, sub'un, sunnun, tus'un, ushrundir. Masallarning ichida 3dan 1 degandagi sulusunni o'tirdikini pasha qilsak bo'ldi. 6dan 1 dagi sudusunni dalni pasha qilsak bo'ldi. Qolganning hammasini o'tirdiki harfni nima qildi? Sakin. Sulusun, rubu'un, xumsun, sudusun, sub'un, sunnun, tus'un, ushrun. Ana shu shaklda. Bunu şu uygulama saqlan bo'ldigan mazmun. Buning alohida jumlaning boshqa tarafdagi munosabatli grammatikasi yo'q. 5-inchisi, 5-ni o'rganmoqchi bo'lgan mazmun. Hamza chiket am chiket qoidasi. Bu nima degan gap desa, mundaqmi yoki mundaqmi degan jumla shaklidan tuzish formulasi. Diqqat. Bunday jumla tuzimizga siz aqsudunmu yoki Qashqarmi? Siz o'quvchimi yoki savdogarmi? Siz o'qituvchimi yoki injenermi? Shundaymi? Siz mu degan shaklni a chiket am chiket tuzimiz. Bu qanday tuzimiz desa, biz so'moqchi bo'lgan ikki ish bor. Ya ma'lum shundaymi? Ash ikki ishning birini hamzdan keyin akilamiz. Diqqat. Yana birini amdan keyin akilamiz. Siz ya u degandek so'zlarni o'tirib akilamiz jumla tutadi. Masalan, dapaqayli siz Pokistonda, Hindistonda degan jumlada avval Hind, Pokiston, dinmu degandek olamiz. Undan akpaqayli a min Pokiston. Shundaymi? Siz degan akilamiz anta. Hindistondanmi am minal Hind. Bu shaklda. Siz doktormi o'qituvchimi deganda avval doktorni akib olamiz. Shundaymi? Atabibun anta am muallim. Mana bu shunga o'xshash. A chiket am chiket. Bu formulalarni cho'qim esingizda tutishingiz kerak. Esingizda bo'lsin. Ikki so'moqchi bo'lgan ikki ishning biri hamzdan keyin keladi, endi birisi amdan keyin keladi. Mana shunday qilib tushunib olsanglar jumla xatolashmas. Masalan, siz futbol o'ynadingizmi yoki basketbolmi degan jumlada biz futbol, basketbol ikki ishdan so'moqchi. Bunun birini hamzdan keyin akilamiz, birini nimadan keyin amdan keyin akilamiz. O'tirg'a qolgan gapni qo'ysak bo'ldi. Masalan, akurratal qadam la'ibta am kurratas salla. Siz futbol o'ynadingizmi yoki basketbol o'ynadingizmi deganga o'xshash. Mana bugungi darsdagi asosli grammatikalar mana mushular. Yuqoridagi mazmunlar tushunilgan bo'lsa, al-kalimat al-jadida kelaylar. Men bir qitim o'qib tarjima qilib beray. Al-kalimat al-jadida miknasatun
مكانس سلم سلالم منارة منائر نزارة نزارات عجلة عجل لحية لوحا لكن لحا شكرا صورة صور إذاعة إذاعات عالا عالية صابون البارحة ملون عصير برتقال صباح كرة القدم كرة السلة نصف مشى يمشي أخذ يأخذ وضع يدع وجد يجد بحث أن يبحث أن مكنسة سبركة مكانس كبسكة سلم شوتا فلمبي سلالم bunun köprüke منارة منار منهايرو bunun köprüke نظارة كزينك نظارات bunun köprüke عجلة çak acelun köprüke adatta çaktın başka maşının rolgu işletilinde aceletul qiyade dep buyurdu aceletul qiyade lihyetun sakal lohan bunun köprüke suratun resim suvar köprüke izaatun radyo andayken anlatmak degan ma'noda izaatun bunun köprüke alen igez üstün degan ma'noda bunun ayollik shakli aliyatun sabunun supun al-bariha akşam mulawwanun ranglik asirun ichimlik odatda sharbat deb tarjima qilsak bo'ladi sharbat ko'pincha asir o'sha mevadan chiqarilgan suv bir narsadan siqib chiqarilgan suvlarni asir deydi burtuqalun apelsin sabahun attigan kuratul qadam futbol kuratul salla basketbol nisfun 22'den biri masha yamshi mangde mangwatudu akhada ya'khudhu tutdi yoki oldi elvatudu yoki tutuvatudu wada'a yada'u qo'ydi quyvatudu vajada yajidu topdi tepvatudu yoki his qildi his qilvatudu bahasa yabhasu an ma'an mayli bahasa kas mayli yabhasu kas narxisini keyinginkilida ma'nisi ni izdemak ni izdemak الدرس السابع أين ذهبتم بعد الدرس يا أبنائي؟ ذهبنا إلى الملعب أكرة القدم لعبتم أم كرة السلة؟ لعبنا اليوم كرة القدم لعبنا كرة السلة في الأسبوع الماضي أما ذهبتم إلى المكتبة اليوم؟ بلى ذهبنا ماذا قرأتم هناك؟ قرأنا الصحف أسمعتم الأخبار من الإذاعة اليوم؟ نعم سمعناها من أي إذاعة سمعتم؟ سمعنا من 3 إذاعات من إذاعة الرياض وإذاعة القاهرة وإذاعة لندن سمعت أن بلالا مريض وأنه في المستشفى أصحيح هذا؟ نعم هذا صحيح شفاه الله آمين متى دخل المستشفى؟ دخل قبل 3 أيام أين الكتاب ذو الغلاف الأحمر الذي كان في غرفتي؟ أرأيتموه؟ أنا أخذته البارحة وقرأت نصفه وأين المجلة التي كانت تحت ذاك الكتاب؟ هذه هي؟ لا المجلة ذات الغلاف الأصفر هي عندي أخذتها اليوم يرن الجرس فيقوم مروان ويفتح الباب وتدخل أخواته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أين ذهبتن يا بناتي؟ ذهبنا لزيارة المديرة
أمشيتن أم ذهبتن بالسيارة؟ مشينا لأن بيتها قريب من مدرستنا، هو بين المسجد والمدرسة. أوجدتنها في البيت؟ نعم وجدناها، جلسنا عندها ثلث ساعة وخرجنا من بيتها في الساعة 5. أرأيتن المكنسة يا بنات؟ بحثت عنها كثيرا وما وجدتها، أنا وضعتها تحت السلم هذا الصباح. يا أمي، أفي الثلاجة ماء بارد؟ نحن عطاش، أبشر، فيها ماء بارد وعصير البرتقال. Hazır tercüme qilib, bir qism grammatikalik mazmunlarni tatbiqlab beray. Ballalarim, darsdan keyin qayerga bordinglar? Maydonga bordik. Futbol o'ynadinglarmi yoki basketbol o'ynadinglarmi? Bugun futbol o'ynadik. O'tgan hafta basketbol o'ynagandik. Yoki o'ynadik. Ama zahabtum ilal maktabati al-yawm? Bugun kutubxonaga bormadinglarmi? Bala, ha, zahabna, bordik. Maza qara'tum hunak? U yerda nima o'qidinglar? Qara'na as-suhufa. Asami'tum al-akhbara min al-idza'ati al-yawm? Bugun radiodan xabarlar angladinglarmi? Na'am, sami'naha. Ha, angladik. Min ayyi idza'atin sami'tum? Sami'na min 3 idza'atin. من إذاعة الرياض وإذاعة القاهرة وإذاعة لندن. 3 radyodan anladık. Riyaz radyosu, Qahira ve London radyosu. Yani yukarıdaki cümlenin hemisi de asaslık gevdilengen grammatika pilinin 3. şahıs, köplük şahıs işletilmişi. Mesela zahabtum, qara'tum, sami'tum degandek. Sami'tu anna Bilalan maridun ve annahu fil mustashfa. Anlaşımca Bilal keselken ve doktorxonadakan. Yoki bo'lmasa Bilalning kasalligini va doktorxonaligini angladim. Asahihun haza? Mush to'g'rimi? Haza sahih, to'g'ri. Shafahulloh, Alloh shifolik bergay. Amin. Doktorxonaga qachon kiribdi? Dakhala qabla 3 ayyam, 3 kun ilgari kiribdi. Aynal kitab zul ghilaf al-ahmar alladhi kana fi ghurfati? Mening yatqimdagi qizil toshliq kitob qayerda? Ana majumlada bizning bilgan so'zlagan grammatikadan ikkisi bor. Birisi zulg'ilaf, zul, ya'ni toshliq. Bu nuqtani tushunasiz. Undan keyin zulg'ilafi deb g'ilafi zir qilishi zu mudof, g'ilaf mudofin ilayhi bo'lg'achqa zir qiladi. Bu bir. Ikkinchisi kana fi ghurfati. Endi kana fi ghurfati yolg'iz gap qolsa, yatqimda idi degan gap. Endi allazi qo'shib degandan keyin yatqimdiki qizil toshliq kitob deb tarjima qilamiz. Araytumuhu, uni ko'rdinglarmi? Endi musha kelgan vaqtida bir nuqtani eskartib qo'yay. Asli araytum. Biz buningga bu almashni qo'shib o'qigan vaqtimizda oxirga vodun birisi qo'shilib nima bo'ldi? Araytumuhu bo'ldi. Ana akhaztuhu al-barihata wa qara'tu nisfa. Men uni tunugun kech elib 20ni o'qidim. Ama o'rindagi nisfa. Biz boya degan kesr sondan nisfa 2/1 degan so'z, ya'ni 20 degan. Wa ayna al-majalla allati kanat tahta zaka al-kitab? O kitobning ostidagi jurnal qani? Endi mayada biz degan qoidadan kanat tahta zalika al-kitab, zaka al-kitab. Kananingki xabari ravish qildigan tuqqo, o kitobning ostidagi, asli kanat yolg'iz kelib qolsa, o kitobning ostida edi degan gap. Bu bir. An tahta zakal kitap başlangıçta hemiz xabari, bütün xabari. Tahta zakal kitap üstüde hemiz xabar. Bu ravish ko'p kanunimiz buludu, xabar buludu. Ahiya hadihi umshuma la. Al-majalla zatul ghilaf al-asfar. Sariq toshliq jurnal. Bizga kelgan qoidadan zat, ya'ni ayollik shakli, zuning ayollik shakli nima? Zat. Hiya indi, u menda. Akhaztuha al-yawm, uni bugun olgandim. Yarinul jaras qo'ng'iroq chalinib, fayaqumul Marwan o'rnidan turib, eshikni
açıdı, otadkhul akhwat, onun sanaları kirdi. Bir ko'rinish bu, bu tasvirlash. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ayna zahabtun ya banati? Qizlarim, nega bordinglar? Bu yerda o'xshashlar bizga eskartayotgani zahabtunni fe'lninki qanday shaklda turilinishi, ayollik, ikkinchi shaxs ayollik ko'plik shaklda. Zahabna li ziyaratil mudir. Biz mudirni yo'qlashga borgan. Amashaytunna am zahabtunna bis sayyara? Mashina bilan mangdinglarmi yoki mashina bilan bordinglarmi? Mashayna li anna baytaha qaribun min madrasatina. Mangdoq, chunki uning uyi maktabga yaqin. Huwa baynal masjid wal madrasa. O masjid bilan maktab bilan o'tirdi. Awajadtunnaha fil bayt? Uni uyda topdinglarmi? Na'am, wajadnaha. Ha, topdik. Jalasna 'indaha sulus sa'a. Biz uning qishida 20 minut o'ttirdik. Ham sulusiga 3 dan 1 shundaymi? 1 soat 60 minut o'tgandan keyin 1 soatning 3 dan 1 o'ttirdik, 20 minut o'ttirdik. Kharajna min baytiha fi sa'atil khamisa. Biz uning uyidan soat 5 da chiqdik. Meda biz o'rganganlikka kasr sonlardan sulus bor. Ara'aytunal maktasati ya banat? Qizlarim yoki qizlar, supurgini ko'rdinglarmi? Bahastu anha katira. Men uni ko'p izladim. Madaki an. Esingda bo'lsin, bahasadan keyin davomli an birlik bo'ldi. Shu an gap qolsa ne deb tarjima qilamiz? Va ma wajadtuha. Ko'p izlagan bo'lsam, topamadim. Ana wada'tuha tahta as-sullam hadha sabah. Men uni attigini, mushattigan shota ostida qo'yib qo'ygan. Ya ummi, afi thallaja ma'un barid? Apa, to'nglatquda sovuq suv bormi? Nahnu aytash, biz ustab ketdik. Abshir, ta'lingiz bor ekan. Fiha ma'run barid va asirul burtuqal. To'nglatquda sovuq suv va apelsin suvi bor. Tamarin, tamarinlarni, ko'nikmalarni boshdan oxir har birini birdan misol ishlab, men tushunib o'tay. Birinchisi, ajib anil aslatlarga tuaniq savollarga javob bering. Bu dialogning mazmuniga qarashli bo'lg'achqa biz avval dialogni takrorlab bo'lgandan keyin ashno mazmuniga mos holda javob bersak bo'ladi. Ikkinchisi, da' hazihi al-alama as-sahiha amama al-jumal as-sahiha va hazihi al-alama al-khata amama al-jumal allati laysat sahiha. Bu to'g'ri belgisini to'g'ri jumlaning oldiga, xato belgisini to'g'ri bo'lmagan jumlaning oldiga qo'ying deyotdi. Bu o'xshashlar yuqoridagi pastdagi jumlalar dialoglarning mazmuniga qaratilgan bo'lg'achqa avval dialogning mazmunini takrorlab bo'lgandan keyin buning to'g'ri xatoligini shu vaqtda ayiramiz. Uchinchi mashq. Ajib anil aslatil atiya. Tuanlik savollarga javob bering. Hazil as'ila laysat mabniyatan ala dars as-sabi'a. Bu savollar 7 darsga qaratilgan emas. Yani 7 darsga asosan belgilangan emas. Ya'ni demak, o'zingizning ichidan chiqib, qanday javob bersangiz bo'laveradi. Bununla özümüz kallımız kelgan javob bersak bo'ladi. Masalan, mata kharajtu min al-fasl sinfdan qachon chiqdinglar desa, o'zing amaliyotdan qancha chiqqan bo'lsangiz shu payt javob bersanglar bo'ldi. To'rtinchisi, annisil fa'ila fi kulli min al-jumlati. Tuandagi jumladagi har bir tuandagi jumlamizdagi har biridagi fa'ilni ayollik shaklda keltirib deyotdi. Masalan, birinchi misol asharibtumul qahvata ya ikhwan deganni ayollik shaklda keltirsak, ikhwan akhvat o'zgaradi, asharibtunnaga o'zgaradi. Yani asharibtunnal qahvata ya ikhwat deganga o'xshash. 5. mashq amama kulli jumlatin fima yali sighatan lil fi'li. Ikhtar as-sighata as-sahiha va akmil biha al-jumla. Tuandagi har jumlaning oldida fe'lning ishki shakli bor. Siz to'g'ri shaklni tanlab, shuning bilan jumlani to'liqlang deyapti. Masalan, birinchisida a al-Qur'an al-yawma ya ibnay. A al-Qur'an deydi. Demak, shu banda jo'xorsak a degan mu degan gap shundaymi? Qur'an bugun bolarim. Bugun bolarim Qur'onni mu desa, albatta Qur'onda qanday qilibni qarab boqaylik. Aqra'tum yoki aqra'tun ishkisini bilsa shundaymi? Ammo yerda abna'i deb bo'lg'achqa, abna erlik bo'lg'achqa biz erlik shaklini tanlab qanday qilamiz? Qara'tum. Qollarni shu bo'yicha tanlasak bo'ladi. 6-si, tuandagi misolni o'ylanib boqing. Ondan keyin kanini tuandagi jumlalarga kirgizing deyapti. Masalan, birinchi misol al-mudarrisu fil fasli. Biz mushunga kanini kirgizsak, kanal mudarris fil fasli qabla 5 daqiq. Kanining xabarini zarabini ravish qilsak bo'laveradi. Mushu bo'yicha qog'ozlarini ishlasak bo'ladi. Masalan, ostidagi
المدير في غرفته مش كان المدير في غرفته قبل ساعة deb ishlasak bo'ladi Mishadiki bizning eng o'ylandig'imiz kananing ismisi va xabari. Undan keyin xabarining yolg'iz kelmasdan nima kelsin, ravish kelsin bildiganligi, ha? 7-si. Tuandagi misollarni o'ylanib baqing. Undan keyin tuandagi jumlalarni mimni va boshqa sakin qilgan harflarning qoidaga selish bilan tuandagi jumlani o'qing deydi. Masalan, bizga berilgan misol Aqaratum hazal kitob. Aqaratum degan mim sakin shundami? Buni qo'shib o'qish to'g'ri kelib qolsa, aqara odatda hozir qo'shib o'qish to'g'ri ketmaydi, ammo oldiga shunda alif lamning ismining birini qo'shish to'g'ri kelib qolsa, masalan, aqaratum al-Qur'onga o'xshash. Nimda bu qo'yamiz? Aqaratumul Qur'on deymiz. Ikkinchisi aqaratum hamida bu yerda qo'shish ketmaydi, ammo hamidning o'rniga alif lamning ismining birini qo'ysak, nima bo'ldi? Aqaratumul mudarris shundami? Buni qo'shib o'qish to'g'ri kelib qolsa, aqaratumul deb o'qiladi. Xarajat Amina. Xarajatdagi ta sakin. Amina kelgan vaqtda normal, ammo alif lamning ismini birga qo'shmoqchi bo'lsak, xarajat al degan majnama xarajatil bintu deb qo'shamiz. Shunga o'xshagan tuandagilarni shu bo'yicha qilsak bo'ladi, ha. 8-si ta'ammal mayali. Tuandagilarni o'ylab boqing. Biz oldingi darsimizda urf mushabbaha bil tillarga almashlarni qanday qilib qo'shgan. Inniga almashlarni qo'shsak innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna shundami? Innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna o'g'an. Fillarga qo'shib boqqan. Darabaga huvani qo'shsak nima bo'ldi? Darabahu, darabahuma, darabahum, darabaha, darabahuma, darabahunna, darabaka, darabakuma, darabakum, darabaki, darabakuma, darabakuna, darabani, darabana deb shu buncha qo'shgan. Endi Mushada biz burun so'zlamagan nuqtadan birisi bor. O'zimi darabtum deganga hu'ani qo'shsak, darabtum hu deganlarda darabtumning oxirisi sakin bo'lgancha bundaq desal qiyin keladi. Darabtumga hu'ni qo'shgan vaqtda darabtum hu degan bo'lmaydi. Adog'ani qanday qilamiz desa, mimning keyiniga o'zni birini qo'shib qanday qilamiz? Darabtumuhu. Buni shu bo'yicha tuandagi misollarni o'qib baqsak bo'ladi. Masalan, bizga berilgan o'zgartirib berilgan ra'aytumhum ra'aytumuhum chuqur mimning oxirida nima birini qo'shamiz, o'din birini qo'shamiz. Bu bir. 9-si iqroil amsila misollarni o'qing. Undan keyin tuandagi jumlalarning har birini zuni ishlatib to'liqlang. Masalan, aynal kitab zul ghilafil ahmar, liman zakal bayt zul babil aghdar, man zalikal fata zun nazarati, man zalikal rajul zul lahit tawila. Zakar rajul zutlah tawila tabi mashhur min Pakistan. Yuqori misollarning hammasini biz burun ko'p o'tib ketib bo'lgan, ha. Bu misollarning hammasi zu erlikka zu ishlatildi, ayollar uchun zot ishlatildi. Shuni tushunsak bo'ldi. Qarab boqaylik. Man zalikal walad chiket al-qamis al-ahmar. Mishaga chuqur bir narsa qo'yamiz, nima qo'yamiz? Zu. Qizil ko'ylaklik bola kim deganlar. 10-si zotining tuandagi misollarini o'qib baqing da'vatidir. Ayna al-majalla zatu suwar al-mulawwana. Ranglik suratlik jurnal qayada. Majalla ayollar shaklida chiqqan, zu ishlatilmaydi, ishlatilmaydi, zatu ishlatiladi. Shuni tushunsak bo'ldi. Ondan keyin 11-si iqroil amsila summa kawin jumlan mithlaha musta'milan al-kalimat allati bayna qawsayn. Misollarni o'qing, undan keyin ikki tirnoqni o'tirib so'zlarni ishlatib, shunga o'xshash jumla tuzing. Akuratul qadam la'ibtum am kurat salla desa, biz bayatni so'zlagandek hamzulan am odatda ikki narsa to'g'riliq so'ralgan savol jumlaga ishlatiladi. So'moqchi bo'lgan ikki narsaning birisi hamzning oldiga, birisi hamzning keyiniga, birisi amning keyiniga ishlatiladi. Masalan, buning misoli Muhammadan ra'ayta am Hamidan kitab al-fiqh akhazti am kitab as-sayr. Fiqh kitobini oldingizmi yoki tarix kitobini degan bor. Endi qog'ozlarini ostidagilarni shu bo'yicha qilsak bo'ladi. Birinchi sifasam darabta Abbas Mahmud. Abbasan darabta am Mahmudan. Abbasni urdingizmi yoki Mahmudni degan shakl. Shu bo'yicha qilsak bo'ladi. 12-si tuandagi so'zlarni o'rganib oling. Biz grammatikamiz bunda so'zlab bo'lganda, ya'ni kesr salla. 13-si tuandagi so'zlarni ishlatib jumla tuzing. Dakhala bahasan usbu'ul madi al-bariha ziyara su nisb qator so'zlarni ishlatib jumla tuzsanglar bo'ldi. Bu jonlarga qarashlik, ha.